Hammaga salom do'stlar, bugungi videoda Sancho Craft 2. Bugungi videoda biz bugun yangi qishloqqa ko'chib keldim. Qishloqqa Janob menga pulini berib bo'ldim. Xohlagan o'yinda tanlayman. Men shu menga juda ham yoqdi. Men shu men sotib oldim o'zimga. Hoppa. Men shu o'yin menga juda ham yoqdi. Va do'stlar, men o'zimga maxfiy joy qildim. Men bu qilichni solib qo'yganim. Bu qilich qanday qobiliyatga ega desanglar, lavozimiy selek ko'rsataman bu qilichni qanday qobiliyatga egaligini. Bu qilich qishloqlarga qishloqqa olib borish mumkin emas. Bu eng kuchli qilich olmay mob to'polay mob. Ko'rsataman. Qaranglar. Mana. Ko'rdinglarmi? Bu qilichni ishlatish taqiqlanadi. Bu eng kuchli qilich. Shu uchun hech qaysi jidil ko'rmadi degan umiddaman. Bo'lmasa menga aytib berishadi. Korotchi bildinglar o'zinglar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda 1000 ta bo'lmoqda edi. Davay gazini bosinglar. Так. Yangi lobini zirtik. Ami yotoq olib kelib, o'zimga yotog'im kerak bo'ladi deb, lekin o'zini yotog'i bor ekan. Ochig'i bilmagandim. Hali agorod qilaman, agorod qilishim kerak hali. Tak, suv ham olib keldim. Endi biz agorod qilamiz. Endi biz ketdik. Tursun esen bizga ozgina daraxt kerak bo'lar ekan. Bu daraxt chopish mumkin emas, lekin hech kim ko'rmayotgan paytda shunday olib olamiz, ketdik. Так. Gittik. Manetdan qilaman. Tekda yo'q bo'tdi. Qishloq urushi mumkin. Tanishlar kallamga bir g'oya kelib qoldi. Okey. To'xtalamak. Janob birda kreativ so'rab kelay. Menga kreativ berdi. Endi biz bundan umumiy foydalanishimiz kerak. Tak, ana. Okay. Tak, hammasini yig'ib olamiz.
liftdan kirib chiqamiz. Tak. Mana tayyor. Bu yoqqa esa sabzi ekamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz mehnatimizni qadrlagan holda. Video chiqarmaganimga naqd bir oylab o'tdi yoki 5 oymi shundaylar o'tdi. Mana sizlarga yangi video. Tak. Agar shu videoga 30 ta like yig'ilsini, ash boyanki yondiradigan qilishda, ana qanday qilishni o'rgataman. O'ylaymanki sizlar 30 ta like bera olasizlar. Tak, bo'ldi, hammasi tap-tayyor. Kirka olishim kerak. Kreativdan foydalana olish kerak edi. Tak, sizini ham kerak bo'lishi mumkin. Tak. Bugungi video shundan iborat. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Tak, hammaga xayr.